Ro'zixon Vohidjonova, Asaka tumani 11 davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati 11B sinf o'quvchisi. Ro'zixon jami 5 ta kimyo, biologiya, matematika, ona tili va tarix fanlaridan xalqaro va milliy sertifikatlarni olib, muddatidan oldin oliygohga kirish imtiyozini qo'lga kiritgan. Asosiy fan olimpiadasining hududiy viloyat bosqichida g'olib bo'lganligim tufayli hozirgi kunda respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Respublika bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagandan so'ng o'z ixtisoslashgan fanimni, ya'ni fizika fanini va ijtimoiy hayotni chuqurroq tahlil qilish va o'rganish uchun chet tilini o'rganmoqchiman. Chunki chet tilini o'rganish orqali o'z ixtisoslashgan fanimdan nimalarni o'rganishim kerakligini va ijtimoiy hayotda qanday qadriyatlarni saqlab qolishim kerakligini anglab yetaman. Shunday paytlar bo'ladiki, miyamiz o'qishdan, ishlashdan charchagan bo'ladi. Bunday charchoq paytida charchoqni yengish uchun yagona yo'l uxlash yoki o'yin-kulgi bo'ladi. Uxlash ham foydali, lekin aksariyat holda uxlashdan so'ng faqatgina tanamiz dam olib, miyamiz dam olmasligi mumkin. Shunday paytda o'yin-kulgi orqali dam olganda miyamiz ko'proq energiyani oladi. Shunday paytda biz o'yin-kulgining ham qadrini sezamiz. Yana shunday paytlar bo'ladiki, imtihondan, olimpiadadan oldin tushkunlikka tushamiz, qo'rqamiz, hayajonlanamiz yoki imtihondan keyin yutqazishimiz tufayli biz chuqur tushkunlikka tushib qolamiz. Shunday paytda yaqinlarimizning, ustozlarimizning, ota-onamizning bizga beradigan ilhomlantiruvchi so'zlar orqali tushkunlikdan chiqib ketamiz. Shunday paytda eng kerakli vosita suhbat ekanligini anglaymiz, lekin suhbatning ham, o'yin-kulgining ham o'z vaqti borligini anglab yetish, ularni nazorat qilish vaqtni qadrlash hisoblanadi. Demakki, eng qadrlisi vaqt. Bunday natijaga erishishni, ya'ni muddatidan oldin talaba bo'lishlikni maqsad qilib belgilab qo'yganimda o'zimga birinchi aytgan so'zim ahil bunday qilib bo'lmaydi-ku, nimalarni o'ylayapsan degan so'z bo'lgan. Chunki men bu maqsadni belgilagan paytimda jahon iqtisodiyoti va diplomatiya yo'nalishini hisobga olmaganda hech bir yo'nalishda muddatidan avval talaba bo'lish u yoqda tursin, maksimal 189 ballni to'plash ham amr mahol edi. Shu tufayli men chuqur tushkunlikka tushib qolganman va lekin shunday bo'lishiga qaramasdan har bir maqsadimni, har bir sertifikat olish sanamni yili va fasligacha belgilab qo'yganman. Va bir muncha vaqt o'tgandan so'ng angladimki, men belgilab qo'ygan sanamdan muddatidan oldin o'z sertifikatlarimni qo'lga kirityapman. Va shundan so'ng tushunib yetdimki, inson qo'lidan keladigan orzu maqsadga aylanmasdan qolmasligi kerak. Maslahat ma'nosida eng kerakli maslahat bu to'g'ri muhitni tanlab olish maslahati. Chunki muhit yaxshimi, yomonmi, o'quvchi yaxshimi, yomonmi, iqtidorlimi, har qanaqasiga ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun agar chindan ham o'quvchi izlanmoqchi bo'lsa, o'qimoqchi bo'lsa, yaxshi muhitga, xuddi o'ziday fikrlaydigan insonlarning muhitiga tushib olishi lozim. Bu nafaqat haqiqiy hayotda, balki mobil olamda ham. Hozirgi kunda telefondan, mobil aloqa vositasidan ajrala olmasligimizni juda ham yaxshi bilamiz, lekin bunga ziyonni ketkazish uchun yo'li mavjud. Ya'ni telefonda ham vaqtimizni behuda sarflagandan ko'ra, xuddi shu vaqtimizni foydali bloglarga, foydali kanallarga ketkazganimiz afzal. Men bir vaqtning o'zida 4 yoki 5 ta fanni o'qishning tarafdori emasman. Ularning har birini alohida ketma-ketlikda o'qib, keyin natijaga erishishning tarafdoriman. Chunki hammamiz ham insonmiz, dangasalashishimiz mumkin va 4-5 ta fanni teng o'qigan paytda dangasaligimiz kuchayib ketadi. Mening muvaffaqiyatimning tagida
eng katta xizmat qilgan insonlar bu avvalo ota-onam. Ya'ni ota-onam o'zlari oliy ma'lumotli bo'lmasa-da, meni o'qishim uchun, ilm olishim uchun qo'lidan kelgan barcha yordamni berishgan, qo'ldan kelgan barcha imkoniyatni menga taqdim etishgan. Bundan keyin eng eslaganim ota-onam meni hozirgi ta'lim muassasamga otam ayniqsa o'z qo'li bilan yetaklab shu yerda o'qiysan deb bilim olishim uchun, bilimimni sinovdan o'tkazishim uchun imkoniyat yaratib bergan. Onam ham olimpiadaga tayyorlanayotgan vaqtimda yoki imtihon oldi tayyorlanayotgan vaqtimda uydagi hamma ishlardan ozod qilib, faqatgina o'qishim kerakligini o'qitilgan. Bundan keyin esa o'qishim uchun eng katta muvaffaqiyatga erishishim uchun eng katta ta'sir o'tkazgan inson bu meni ustozim. Chunki ustozim doimo menga sen menga nisbatan bilimli, aqlli va kuchli inson bo'lishing shart degan so'zlarni o'qilib borgan. Ba'zi va sohalarda bilimli ekanligim, shu soha bo'yicha suhbat ketayotgan paytda suhbatga bemalol qo'rqmasdan qo'shilib, o'z fikrimni bayon eta olishimda va muhokama jarayoniga kirib ketisha olishimda menga qo'l keladi va bilimli ekanligim shu bilimimni ilmga aylantirishimda yaxshi ko'mak berishi men uchun qo'l keladi. Bilim biz olgan ma'lumot, ilm esa biz uni boshqalarga yetkazib bera olgan va amaliyotga tatbiq eta olgan ma'lumot hisoblanadi. o'n yildan keyin maktabimga qaytib kelganda men maktabim meni juda ham yaxshi kayfiyatda kutib olishini istayman. Ya'ni qanday kayfiyatda? O'ziga bildirilgan ishonchni to'liq oqlay olgan, yelkasidagi mas'uliyatni his qilgan inson sifatida, sobiq o'quvchi sifatida kutib olishni istayman va inson sifatida, o'z sohasidagi mutaxassis sifatida boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'la oladigan sobiq o'quvchi sifatida kutib olishni istayman. Kelajakda bakalavr bosqichini O'zbekistonda tamomlab, magistr bosqichini dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagi eng yaxshi universitetlarda o'qishni niyat qilganman va oliy ma'lumotli pedagog bo'lgandan so'ng o'quvchilarimga ham xuddi ustozim menga aytgan gapdek, ya'ni menga nisbatan bilimli, aqlli va kuchli inson bo'lasan degan fikrni qayta eslatib turishlikni niyat qilganman. Hozirgi kunda davlatimiz, prezidentimiz bizga juda ham katta imkoniyatlarni bermoqda. Shu tufayli men kelajakda ham bu imkoniyatlarni oqlash, imkoniyatlardan foydalanib o'z bilimiga ega bo'lish va hayotda o'z o'rnini topgan inson sifatida o'quvchilarni ham shunday inson bo'lishni istaydigan o'qituvchi bo'lmoqchiman va vataniga sodiq, vataniga juda ham katta foyda keltiradigan o'quvchilari bor o'qituvchi bo'lishlikni niyat qilganman.